Hamsa kim paylab o'tiribmiz? Har kuni ana shu yerdan bitta sumsuk pishak o'tibdi. Kimdir muva kelganmi deyman-da. Ana keldi. Ana keldi. Ket. Mana bugun bir sumsuk bir pishagi voqea joyida qo'yib oldik. Isming nima? Ayt. Oshimboy, Pasportdagi oting nima? Oltivoy. Guli kim olib keldi? Siz olib kelaman aka. Erkak kishiga gul beraman. Erkak kishi O'shana endi so'mkani tintuv qilamiz. Ana bu men endi ishondik. Bizlar olib kelganing-a bu shkalati. Ikkita ekanda mana. biri siza, biri menga. Ha. Oqini yeysiz, qarasinimi? Men oqini yeyman. Qarasini men yeyman. Ko'r. Kuchukka olib keldim. Bu nima bu? Bular kimmi? Jon mamakim qo'yib yuboringlar iltimos. Yo'q. Hey. Kim olib kelding bu nima? Bunga qaraqa. Kim olib kelding? To'g'risini. Kim bu nima bu? Faqat to'g'risini aytaman, hech kimga aytmanglar. Biz erkak hech kim aytmaymiz. Aytmaymiz. Aniq aytmaysizlarmi? Aniq javob. 100%. Ha. Mana. Amaki, sizlarning qishloqlaringizga o'siz kapak bekorlar bor ekan. O'sha kishini qizlarini yaxshi ko'raman. Kafron kiyaman dedi, olib keldim-da. Ma uka, ma. To'xtang. Ha? Uka, nima bo'lishidan qat'iy nazar qochma, qaymi? Nima uchun? Ma buni kiy uka, kiy. Ammo erkak kishi kiymaydi amaki. Boshingga kiy. Nimaga? Ustiga bagana bu. Tamam. Kiy. Kiy. Pis. ama azil u jon dar xona